Yo'lovchi akalar, opalar, singillar, Qo'yliqdan, Primoy davlat tarafdan qo'yilgan avtobuslarimiz Toshkentdan Moskva shahariga, Sankt-Peterburg shahariga ketish tagida bo'lgan ukalarimiz uchun bemalol kelib, Qo'yliqqa biletlarni xarid qilib, davlat tarafdan qo'yilgan avtobuslarda kelib bemalol ketishingiz mumkin akalar. Bugun xudo xolasa 8-may Toshkentdan Moskvaga mana shu ketayotgan avtobusimiz akalar. Har doimgidek mana tashqi holatini va ichki holatini ham ko'rsatib boramiz akalar. Tashqi holatida turib olib ko'p gapirmaymiz. Yo'lovchi aka-ukalarimiz ketyapti. Ayollar, bolalar. Navoiylik qiz, nima deysiz? Avtobus yoqdimi, yoqmadimi? Bitta qisqa gap. Yoqdi. Aka-ukalar zo'rmi? Mana bemalol avtobus ichki holatiga kelib, avtobus ichki holatini ko'rib, bemalol kelib ketishingiz mumkin. Akalarimiz O'zbekistonning 12 ta viloyatidan kelgan, vohadan, vodiydan aka-ukalar. Bratishka, nima gap? Avtobus yoqdimi? Vashi zo'r, akalarga murojaat qilaverasizlar. Lipoy payt 24/7 telefonlari yonib. Yaxshimi uka avtobuslar, sharoitlari? Qayerdan minyapsan? Qayerdan minyapsan? Asakadan keldim hozir. Andijon viloyati Asaka shahridan. Qo'yliqdan ketyapsizmi uka? Qo'yliqdan ketyapman. Gap yo'q. Akalar, bemalol telefon qilib, batafsil ma'lumotlarni olib, eng qizig'i mana tushinglarga mana avtokassadan kirib biletlarni xarid qilib ketaverasizlar.